Assalomu alaykum aziz Bekobodliklar, aziz obunachilar. Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'iga keldik yana. O'tgan safar teraklarni reklama qilib ko'rsatib qo'ydik. Endi mana teraklarga qo'shib, teraklar hali ham bor, arzon narxlarda. Albatta pastdagi raqamlarga murojaat qilsalaringiz, albatta pastdagi raqamlarga chiqsalaringiz narx-navosini aytadi. Bruslarning ismi teraklarning hammasidan bor. Endi bitta zo'r yangilik bor ekan. Ish bilan kelib o'tib ketyapti, ko'zim tushib qoldi azizlar. Paddonlar mana. Paddonlar misli ko'rilmagan darajada ko'p. Sizga 100 ta kerakmi, 500 ta kerakmi, 1000 ta kerakmi yetkazib beriladi. Bu paddonni mana shu ustidagi korobkasi bilan berilar ekan, korobkasi bilan sotilar ekan. Azizlar buni u yoq bu yoqqa biron narsa texnikani mayda-chuydalarini xohlagan narsalaringizni solib saqlasangiz bo'ladi va eksport qilsangiz yoki u yoq bu yoqqa jo'natishga nihoyatda zo'r machalkalari bor. Mana bu tagi mana ko'rib turganlaringizdek qalin bo'lar ekan. Bu yog'i yuqoriroq bo'lar ekan mana qalinligi. Endi 0,5 santimetr bo'lsa bu 2 santimetr. Paddonni o'zi adelni hozircha yo'q ekan. Mana shu komplekti bilan bor ekan azizlar. Kimga kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. To'g'risi hozir narxini ham bilmayman. Bir og'iz ko'rib mana sizlarga ilinay dedim. Albatta mehnatimizni baholash maqsadida bir dona laykni gumburlatib bosib qo'yinglar aziz jigarlar. Mana paddonlar nihoyatda ko'p mana ko'ringlar. Bu yoqda endi qolaversa mana bunaqa salafanliklari ham bor. Bu yoqda mana qolaversa teraklarimiz. Arzon narxlarda mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilib, narx-navosini bemalol gaplashaverasizlar. Nihoyatda bir arzon narxlarda. Mana bu yoqqa kelamiz. Ko'pligini bir isbotlab qo'yish uchun rekalarimiz ham bor ekan. Va mana teraklarni ko'rdik, albatta. Mana paddonlar azizlar. Kimga nechta paddon kerak? Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'ining sentriga, svetoforning oldiga mana kelib olib ketaverasizlar. Svetoforning joyini ham ko'rsatamiz. Telefon raqamlarimizni aytib o'tamiz. 94lik 882 44 66 raqamiga murojaat qilishlaringiz mumkin azizlar. Bemalol bexijolat. Mana bu yog'i Bekobod tumani Xos qishlog'ining sentrida mana. Svetoforni oldida shunday ko'rinib turadi yog'ochlar. Salomat bo'lasizlar azizlar. Kelib paddonlarimiz tegimol, kelib olib ketaverasizlar mana. Paddon va yog'ochlar nechta qancha kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda serob mana kelaverasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Bitta-bitta like gumburlatib bosib qo'yinglar qadrdonlarim.